Avtodasiyor kanalida Lacetti'ni arzonrog'idan so'raganlar uchun bu mashinani o'zi ko'pchilik taniydi. Bu o'zimning mashinam, o'zim minib yurgan mashina akalar. Hech kimnikini sotuvga qo'yib berayotganim yo'q. To'rtta ballonlari yangi qo'yib qo'yilgan, yangi ballonlar 2005-yil, lekin sostoyanasi 2011 lar bilan tortishaveradi akalar. Salon holatlari mana. Mana akalar, yangi chexol poli ko'riklar qilingan, CC3 monitorli ustanovka qilingan. Bunaqangi pultlarigacha o'zim ustanovka qilib qo'yganman mana akalar. 2005-yilda ishlab chiqarilgan, bir 20-30%, 25-30% kraskasi bor, oldi orqa suvaylari. Заводской pechat holati turibdi. 2005-yil aytib o'tildi, to'rtta ballonlar yangi holatda, motor hadoviy ko'ribkida umuman ishi yo'q, yog' rasxoti yo'q, yurish turishlari vaqti zo'r. To'rtta yangi ballon, chexol poli, temir metal, hamma namoratlari, hamma narsalari qilingan. Faqat avtodasiyor obunachilari uchun $4,5 ming bo'lsa olib ketishlari mumkin. Nomerni pastda qoldirdim, o'zimning nomerim, aloqaga chiqaverasiz.